Mana ko'plar bilsa kerak, Xitoyda bu piroglar hisoblanadi. Xitoyda eng populyarniy piroglar mana shu bo'ladi. Bularni alohida bu uchun bayramlari bor. Mana bu yerda ham har xil obrazец uchun har xil piroglardan qo'yib chiqishgan. И hammasini mana orqasiga qarasanglar, hozir ko'rsataman. Tagida mana absorbentlar turibdi. Hammasini ichida absorbent turibdi. И hammasini boshqatdan obrazецga olib, tekshirib, ustida sinovni o'tkazishadi. Bu har bitta keks alohida kompaniyalarniki. Bu kompaniyalarning mahsuloti bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa nonlar ham boshqa kompaniyalarning mahsuloti. Bular obrazецga olib, tekshiruvga o'tkazishadi. Mana juda katta laboratoriyalari. Bu o'zi hozir 3-etajdamiz. Общий 4-etaj laboratoriyasi bor ekan. Mana non mahsulotlari bu yerda har xil yong'oq mahsulotlari, mana chaqchuqlarniki hammasining ustidan o'tkazishyapti sinovlar. Mana ichiga ko'rsanglar katta absorbent solib qo'yishadi. Sinovlar kelib turadi bu yerda. Bundoq katta upakovочный semechkalarni ham ko'rganmisizlar, hech hammasi ustida laboratoriya ishlarini o'tkazib, tekshirib olib borishadi. Mana bu yerda bu yong'oq, pista, har xil semechka mahsulotlari. Bu yerda ham qarasanglar, har xil brendlar bor. Mana shuncha brendlar hammasi bular bilan ishlaydi. Hammasini ustida alohida ishlab, nima necha kunga yetib kelayotganini ko'rib, absorbentlarni solib, qanaqa hajmda solish kerakligini tekshirib, to'g'ri kelyaptimi, hammasini tekshirib olib, keyin ishlashni boshlayotgan bular. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerda polностью ishchilar o'tiribdi, hamma yoqni tekshiruvni o'tkazib.